Qayerdandir raketa uchib Marsga qo'nishibdi insonlar desa, nima bo'pti deydi. Oddiy hol bular uchun. Oddiy hol, ular qiziqtirmaydi hozir. Mahatma Gandining bitta so'zini o'qib berish, sizlarga aytmoqchiman. Uxlayotgan millatni uyg'otish mumkin. Lekin o'zini uyquga solib yotgan millatni uyg'otib bo'lmaydi. Men qo'rqaman, ikkinchisi bo'lib qolishdan qo'rqaman. Ijodkorga hech narsa kerak emas. Sen yaxshi ijodkorsan, seni ijodingni yaxshi ko'raman deb qo'ysa bo'ldi. Gapimiz bilan ish. Gapimiz bilan. Mayli sen moddiy tomondan yordam berma ijodkorga. Ijodkor o'zi boy yashamaydi. Mana shunday qilib yashaydi. Kunligini shunday qilib yashaydi. To'g'ri. Lekin shuni hech yo'q ijodkorga sen yaxshi ijodkor ko'nglini ko'tarib qo'yaylik. Assalomu alaykum azizlar. Sog' omonmisiz? Bizdan uzoqlashmang. Bugun sizlarga yana bir ajoyib suhbatni taqdim etmoqchimiz. Roshidon, bugungi Rishtonda kulollar ko'p. Ulardan biri Do'stlik ordenli kulol va rassom Tohirjon Haydarov, o'ziga xos ijodkor. U dunyoni boshqacha ko'radi. Ko'pchilik qorin g'amida, pul topish dardida yashayotgan hozirgi kunlarda Tohirjon aka dunyoni vataniga olib kelish dardi bilan yashamoqda. Ko'rsatuvimiz avvalida kanalimizga obuna bo'lish, like bosishni yana bir marta eslatib qo'yamiz. Tohir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Mana adashmasam Tohir aka siz bilan birinchi marta shu Toshkentda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini binosida, Yozuvchilar uyushmasida ko'rishgan edik. Ko'rishgandik, to'g'ri, ancha yil bo'lmadi. Dadaxonasini yubileylari, 85-liklari ko'rishgandik. Men sizni ko'rgan edim. O'shanda ozgina intervyu ham bergan edingiz. Lekin birinchidan o'sha payt meni hayron qoldirgan narsa shuncha vaqtini ayamasdan shu bir yosh katta lekin sevimli hofizni o'sha yubileyni o'tkazish uchun kelganlar qatorida siz ham bor edingiz. Albatta. Bu juda quvonarli holat. Mana yozda yana bir marta mana shu sizni mana shu ustaxonangizga kelib shu bir ajoyib san'at asarlarini ko'rishga muyassar bo'ldik. Lekin o'shanda o'zingiz bilan suhbat qilishga nimagadir vaqt bo'lmadi. Vaqtingiz bo'ldi, qandaydir o'zingizda jur'at topa olmadingiz. Men sezdim, jur'at topa olmadim. To'g'ri aytish kerak. Chunki men sezdim-da, sezdim o'shanda. Bir katta san'at asarini oldida odam lol qoladi. Mana endi nasib qilgan ekan, mana bugun shu narsaga jazm etdik. Mana oradan 2-3 oy vaqt o'tdi. Nima yangiliklar? Mana shundan gapni boshlasangiz. Endi ijodkor bo'lgandan keyin yangilik yaratadi-da baribir. Agar yangilik yaratmasak ijodkor emasmizda. Bilasiz, bu yer muzey, respublikadagi xususiy muzeylardan bittasi, dastlab tashkil bo'lgan. Biz endi to'g'risini aytishimiz kerak. Maqsad bo'ladi-ku, har bir insonda maqsad bo'ladi. Maqsad uchun yashaymiz. Agar bir insonda maqsad bo'lmasa, bu yashash keragi ham yo'q-da. Oddiy bir qorin to'ydirib yashash boshqa, maqsadli yashagan boshqada bu narsa. Albatta. Men endi o'sha ko'p aytganman, yana takrorlayveraman bu narsani. Mayli odamlar ko'p eshitib, yana gapiryapti desa, yana mayli kulishsa ham mayli. Lekin bu maqsad meni yoshligimda paydo bo'ldi bu. Yoshligimda ko'p televizor ko'rsatuvlarida ham, boshqa gazetalarda ham yozildi, jurnallarda ham yozildi. Yana aytaveraman. Bu narsa shu gapni eshitib, ehtimol yoshlar motivatsiyasi, turtki olsa deyman-da. Katta maqsadlarni qo'yishni bilsa. Men yoshligimda o'zimga oldin maqsad qo'yganman-da. Mana inson yashashdan maqsad shunday bo'ladiki, menda bitta narsa bor-da, odat bor. Men toqqa chiqadigan bo'lsam-da, men orqadagi cho'qqilarni ko'raman-da. Ko'rinadiki, tog'li. Tog'ning orqasida bir baland tog' bo'ladi-da, uni orqasida balandroq tog' bo'ladi-da, qorli bo'ladi ular. Qorli cho'qqilar ko'rinadi. Shuni o'ylayman. Shuni chiqishga o'ylayman-da. Shuni o'ylasangiz, Alloh hech yo'q sizni toqqa chiqaradi-da. Demak, maqsaddan baland bo'lish kerak-da. Yuksak bo'lish kerak maqsaddan. Meni odatim shunaqa. Men yoshligimda bir nima qilganman, endi bu paytda yana aytib o'taman, shu Jalyer qishlog'idanmi? Bu urug' o'zi, Jalyer urug'. Enam aytib yurardiki, enamki dadamni onalarida bu boyda qizi bo'lgan, o'qimishli bo'lgan, ma'lumoti bo'lganda o'sha yoshligida 1900-yilda tug'ilgan. Demak, bosmachilar o'sha bir o'palang bo'lgan paytlarda 20-25 yoshli bo'lganda juda ham bir o'sha davrni gapirib berardi. Jalyer qishlog'ida gapirib berganda shu bolam bu qishloq
juda katta qishloq bu. 1000 uyli joylar deyilgan o'sha paytda. Hattoki Qo'qon xonligi ham bu qishlog'imizga nima bergan, yengillik bergan. Suv o'sha Sariqo'rg'on daryosidan bu yerga ariq ko'lab shu qishloqqa olib keltirib bergan deyardi. O'zi O'zbekistonda Jaloyir urug'i boshqa viloyatlarda ham bor. Juda ko'p, juda ham ko'p. Demak, katta urug' bo'lishi kerak. Katta Qozog'istonda ham juda ko'p. Mana shu Farg'onaning o'zida ham 5-6 ta qishloq bor, Jaloyir qishloq. Navoiyda ham bor. Bor. Bir akamiz bor, Ashraf Jo'rayev. Biz urug'doshimizni bir-birimizni hurmat qilamiz. Eskidan shu. Jaloyir urug'idan Navoiy. To'g'ri. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston haqli yozuvchisi, yurtimizning sevimli yozuvchisi bo'lgan Said Ahmad aka shu menga Tohir Sopol deb taxallus qo'ygan. U davrda Said Ahmad aka bilan Muhiddin Darvish bo'lgan, birgalikda bo'lgan. Xalqimizning mashhur qiziqchisi bo'lgan-ku, ya'ni marhum. Shu ikkalasi keyin endi bu 90-yillarda bo'lgan voqealarda. Shunda bolam, sen Sopolga chizar ekansan. Tohirlar ko'p, Tohir Malik bor. Tohir Manov bor, u bor, bu bor. Bugundan boshlab sen Tohir Sopolsan. Chunki sen Sopolga chizar ekansan deb Tohir Sopol aytishdi. Keyin shu bilan jurnallarda berishvardi, mushtum jurnalda hazil-huzul qilishdi. Birinchi xafa bo'lib yurdim. Hali meni Sopol deyishyapti deb xafa bo'lib yurdim. Lekin hozirga kelib Tohir Sopol demasa xafa bo'laman. Shunchalik ko'nib ketdik-da, lekin o'rnashganda shu taxalluslar o'rnashgan. Hozir butun dunyodan kelganlar ham ko'p Tohir Sopol deyshadi. Toshkentda ham o'sha do'stlarim ham hamma bilganlar Tohir Sopol deb menga murojaat qilishadi. Shunaqa bo'lib Tohir Sopol degan shunaqa taxallus olib turganmiz. Muzeydan nima foyda deyishgan menga. Nima qilasiz muzey qilib? Odamlar chet elga chiqyapti, pul topyapti, tijorat qilyapti, damagani boryapti. Bitta Jiguli mashinangiz bor ekan, devomingiz kelmaymi deyishgan. Lekin maqsad bor-ku menda. Meni yoshligimda o'sha demak 7-sinfda o'qisam endi 14 sinf 14 yasharman. Bolaman-da o'sha paytda 13 yasharim bolaligimda maqsad qo'yganman. O'sha paytda maqsad qo'yganman. Keyin aytganman men. Albatta biz buyuklikka da'vogar xalqmiz o'zi aslida. Biz bobolarimiz buyuk bo'lgan, to'g'rimi? Buni sanasangiz kechgacha sanaysiz buyuklarni. Hattoki barmoq yetmaydi buyuklarimiz. Dunyoni larzaga solgan buyuklarimiz bo'lgan. Lekin shularda aytdim-da, men Ahmad Farg'onining yurtidanman. O'lganiga 1200 yil bo'ldi, lekin dunyoni larzaga soladi. To'g'ri. Men Burxoniddin ar-Rashidoniyning yurtidanman. Shu yerda tug'ilgan Rishtonda. Islomda 5 ta ustun bo'lsa, bittasi Rishtonlik. Islomda qonunini yozgan odam Rishtonlik. Shularning farzandiman. Shuning uchun men dunyoga chiqmay, men dunyoni qishlog'imga olib kelaman. Ular bizga havas qilsin. Bizni ko'rgani kelsin degan. Men hattoki men xafa bo'lmayman. Hattoki Qirg'izistonga ham chiqmaganman aytay. Chet elga chiqishni xohlamaganman-da men. Lekin chiqish maytda bo'lsa chiqaman, lekin maqsad boshqada. Men shu yerda turib ham mazza qilyapman, yashashimdan hozirgi men roziman men shu. Tohirjon Haydarov uy muzeyi xususiy bo'lgani uchun davlatga 24 million soliq to'ladi. Lekin shashtidan tushmadi. G'ururi, ori baland bu inson millat, xalq dardi bilan yashashda davom etmoqda. Tohir aka, mana bu o'sha taklif mulohazalar daftari. Taklif mulohazalar daftarini varaqlab chiqsa, odam bu yerda juda ko'p buyuk insonlarni, buyuk shaxslarning fikrlari, turli millat vakillari, turli davlat nimalari, arboblarini, turli mana Temur Po'latov yozuvchi. Temur Po'latovdan kelgan. Endi juda ko'p bu yerda, buni sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Mana shu mana muzey tashkil qilindi. O'sha hali aytgan narsangiz, dunyoni vatanimga olib kelaman degan niyatingiz ijobat bo'ldi. Endi shu niyatingizga yetganingizdan keyin ko'nglingiz tinchidimi ozgina bo'lsa ham? Yo'q. Ko'ngil tinchimaydi ijodkor bo'lganda. Ko'ngil tinchida hayot tugani bu. Bilasizmi, ijodkor mana yoshligimda qishlog'imni tanitaman deganman. Yosh bo'lganimda qishlog'imni tanitaman dunyoga deganman. Keyin yoshingiz katta bo'lgandan keyin viloyat, keyin yoshim katta bo'lgandan keyin respublikamizni, O'zbekistonimizni tanitgim keldi. Endi hozir endi dunyo kelyapti. Endi yanada bir mashhur qilgim kelyapti dunyoni. Bilasizmi? Men bitta narsaga amin bo'ldim, dunyo kelyapti bu yerga. Men endi ko'proq bu yerga hamma ham kelavermaydi bu yerga. Shu O'zbekistonda bir qadriyatini ko'raman, ma'naviyatini ko'raman, tarixini ko'raman. Biz internetga qo'yamiz narsalarimizni.
shuni o'qishib dunyo kelyapti-da. Bitta ikkita bo'lsa ham kelishadi. Atay kelishadi. Bir avtobus kelmaydi. 60-70 ta. Bu muzeyki bu. Bu yerda tijorat ham yo'q bu yerda. Shuni ko'rgani kelishadi. Shu bitta asarni yoqib qolsa, ular shunday ekanki, ko'rgani kelishadi. Shu bitta asarni ham ko'rgani kelishadi. O'zi aslida ham shunaqa, Tohir aka, san'at asarini tushunadigan odamlar ko'pchilik bo'lmagan. San'at asarini hamma ham tushunavermaydi. Sizning asarlaringiz shuncha bir tushunish qiyin bo'lgan, falsafiy ma'nosi keng bo'lgani uchun ham aynan o'sha nima deydi, shaxs sifatidagi insonlar keladi-da. Shu. Ha. O'qimishli odamlar keladi. Keyin o'qimishli odamlar. Bizni bitta narsaga amin bo'ldim. Bu bor narsa ham men yoshligimdan ham bilardim. Endi bu narsaga mustahkamlandim. Ular fikrini olgandan keyin. Biz millat sifatida o'zimizni qanaqa tanitamiz? Moddiyat bilan emas ekan, ma'naviyat bilan ekan. O'zimizni qadriyatimiz bilan, buyuk tariximiz bilan dunyoni olamiz ekanda, zabt qilishimiz shu. O'zi zabt qiladigan qadriyatimiz, ma'naviyatimiz, tariximiz bor. Dunyoni zabt qilib bo'lganmiz, lekin buni ko'rsata bilishimiz kerak-da. Ko'pi kelishadi, Yevropa keladi, mana yaqin bugun nimadan kelishdi? Pokistondan bugungi. Boburni Mo'g'ul deyapti. Men isbotlab berdim. Buni Mo'g'ul emasligini. Menda shajaralar bor-ku. Buyuk Amir Temur shajaralari bor. Uning avlodlarining shajarasi bor. Buni ko'rsatdim. Temur kim bo'lgan dedim. Turkiy dedi. Shuni ko'rsatdim-da, Boburni ko'rsatdim mana dedim. Bobur 5-avlod bo'ladi. Qanaqasiga Mo'g'ul bo'ladi dedim. Keyin u yog'idan keyin Boburning shajarasi bor-ku. Bobur uning avlodlarining shajarasi bor. O'sha Afg'on nimadagi, Hindistondagi 332 yillik shajarasini qilgan. Boburdan boshlab Bahodir Shoh 2 gacha bo'lgan shajarani qilgan. Uni ko'rsatdim. Qanaqasiga Mo'g'ul bo'ladi? Hammasini ko'rsatdim. U quchoqlab oldi. Nimaga quchoqlab oldi? Men bitta narsani kashf qildim. Bizga maktablarda ham shunaqa dars bergan. Mo'g'ul deb. Biliki Mo'g'ul, buyuk Mo'g'ulda avlodidan. Mana dedim, qanaqasiga dedim. Mana shu yerda podshosi bo'lgan, Farg'onaning podshosi bo'lgan. Farg'ona davlat bo'lgan, shu yerda podshosi bo'lgan. Hattoki Rishton orqali chiqib ketgan. Afg'onga nimaga ketishdi? Shu Rishtonda biz bilamiz, eshitganmiz. Tarixchilardan mana avloddan avlodga o'tib turgan gap bor. Hattoki Bobur Rishtonda o'tib turganda otdan yurganini yetalab o'tgan ekan. Otda o'tmadi, piyoda o'tgan ekan. Bu yerdan buyuk insonlar o'tgandi. Shu yerdan yurganini ushlab piyoda o'tgan ekan Rishtonda. Nimani ko'rgani kelyapti? Men boy emasman. Meni boyligimni ko'rgan. Meni boyligimni ko'ramansa, boyligim ham yo'q meni. Meni boyligim shular meni asarlarim. Meni ma'naviyatimni, qadriyatimni ko'rgani kelyapti. Lekin bitta narsa bor-da, Tohir aka. Bugungi yoshlar juda ko'p gap ham eshitishmaydi. Masalan, bir voqeani bir 5 minutdan gapirsangiz, уже zerikishni boshlaydi. Tan olamizmi yo'qmi shunaqada? Albatta uni tan olishimiz kerak. Ha, nari borsa 2-3 minutlik narsa ularga ta'sir qila oladi, lekin 5 minut, 10 minutlik narsani ko'rishmaydi ham. Lekin siz bir yaxshi savob ish qildingiz. Bir g'oya boshladik. Men o'zi bilasiz, bir 2 yil burun, 2 yil ham bo'lmadi, jadidlar sopolga tushirganman. Bu gazetalarda, televizorlarda berildi, televideniyada berildi. O'sha o'zimcha bir chizib, o'sha dono so'zlardan yozib, jadidlarda millat haqidagi, yurt haqidagi qo'yganman. Shuni qo'ygandan keyin juda ham ko'pchilik keldi muzeyga. Tashrif kuchaydi. Maktab o'quvchilari, institutlar kela boshladi. Keyin susaydi yana. Susaygandan keyin shu oktyabrda, yo'q, sentyabrda oxirlarida bir g'oya kelib qoldi farzandlarim bilan. Bobo va nabira degan g'oya boshladik. O'ylandim-da, buni qanaqa qilib yetkazish kerak yoshlarga? Hozir endi yoshlar yarim soat tugib, ya'ni aytyapsiz 5 minutda ham hattoki uzoq ular uchun. Bu o'tkazib yuboradi-da internetda. Hozir internet zamoni keldi, tan olishimiz kerak. Internet egallab bo'ldi. Yoshni ko'rsangiz ham, kattani ko'rsangiz ham hammada internet. Ma'lumotni zoomda olyapti-da. Bir zoomda butun dunyoni narigi chekkasini o'ylab turganligini hamma bilyapti. Bitta narsani gapirib bering. O'zimcha o'ylayman-da. Mana Gagarin osmonga uchganda 61-yilda. 12-aprelda. Butun dunyo bilgan, bayram qilgan. Bu oyga ham chiqmagan, bu atmosferani, yer atrofini aylangan xolos. Qarang, qanaqa shov-shuv bo'lgan. Hozir birorta yoshga mana qayerdandir raketa uchib Marsga qo'nishibdi insonlar desa, nima bo'pti deydi. Oddiy hol bular uchun. Oddiy hol, ular qiziqtirmaydi hozir. Internet zamoni tan olishimiz kerak. Endi buni
biz nima qilishimiz kerak? Biz kattalar sababchimiz. Mana bolalar kitob o'qimayapti deyapmiz. Bunday bo'lyapti, tarbiyasi buzilgan deymiz. Ularni buzishga kim sababchi? Biz kattalar sababchimiz. Mana shundan oylik ola turganlar bor. To'g'rimi? To'g'risi. Davlatdan oylik ola turganlar bor, rahbarlar bor. O'ylashimiz kerak endi. Mana ma'naviyatchilar bor. O'ylashimiz kerakki, endi bir nimani o'zgartirishimiz kerak edi yoshlarga bo'lgan munosabat. Endi internetdan foydalanishimiz kerak. Internetdan foydalanishimiz kerak. Internetda ham yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Biz o'sha yaxshi tomonini olib turib, mana bola va nabira g'oyani boshladik. 2 minut. Birinchi olganimiz 1 minutni 25 sekund ekan. Behbud haqida oldik. Ikkinchi roligimiz cho'lpon haqida oldik. 2 minutni 30 sekund ekan. Hattoki 2 minut 30 sekund ham ko'plik qilyapti. Endi 3 minutdan oshmaslik kerak ekan bunaqa narsa. Boshladik mana shu yerda qo'yib berdik. Nabirani olib keldim, keltirib, boshqa qildik, ko'rsatdik. Behbud haqida gapirib berdik, ko'p ko'rsatdik. Ana undan keyin internetga qo'ygandan keyin nima bo'lib ketdi? Instagramlarga qo'ygandan keyin telefonlar, bola-bola yozuvlar boshlandi. Hattoki juda ham katta insonlar, ulug' insonlar ham menga telefon qilishib, juda bog'ladi. Davom etkazing deyishdi. Yana g'ururlandimda cho'lpon haqida qo'ydim keyin ikkinchi bobo nabirani. O'sha qisqagina 2,5 minutda qo'ydik. Keyin bu shov-shuv bo'lib ketdi, to'g'risi. Hattoki bir direktorasiya televizorda ham berishdi deyishdi, men bilmadim, lekin ko'rmadim-ku. Lekin hamma tarmoqlarda ketyapti hozir. 4-kurslarga qo'yib beribdi. Ikkilar roligimni qo'yib beribdi. Qarang. Ularda domlani professor etishi bo'yicha hamma jim bo'lib eshitishdi. Bu noan'anaviy dars bu. Yangicha yondash. Ya'ni yangicha yondash. Noan'anaviy darsda. Hattoki bir 10 soat dars bersangiz hamda chiroyli qilib gapirsa, bolani kallasiga kirmaydi. Lekin mana bu joyda biz foydalandik. Shunday quyilib qoldi deyapti. Hattoki menga o'sha Telegram sahifalarimga men sizga ko'rsataman. Qo'ying, ulug' insonlar yozgan nimalar ham bor men. Ovozli yozuvlar ham olib qo'ydim. Studentlar bor, talabalar. Menga ovozli xabarlar jo'natishgan. Shu bizda shu 2 minutda bitta jadid haqida umrimda oxirigacha chiqmaydigan ma'lumotni miyamga quyib oldim deyapti. Demak bu kerak ekan. Mana internet foydasi. Endi buni shu kunlarda davom etkazishimiz kerak. Mana hozir men Usmon Nosir haqida tayyorman. Nima qilish uchun shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Usmon Nosir haqida qo'ymoqchiman. Men 14 ta jadid chizgan. Ular haqida har bir haqida videolar bo'ladi. Videolar qilamiz. Bobo va Nabi o'shancha ko'rgan bo'lsangiz, ko'rsatib turgandan keyin davomi bor deb yozib qo'yapmiz. Bu ketadi endi bu. An'anaviy ketadi. Davom etadi. Xudo xolasa endi nasib bular tugagandan keyin menda shajaralar bor. Millatimizning buyuk 12 ta shajarasini ishlaganman. Mana bular haqida qo'yishni boshlaydi. Mana Xorazm Xiva xonligi shajaralari, Qo'qon xonligi shajarasi, Buxoro xonliklari shajarasi, Xorazm shohlar shajarasi, Amir Temur uning avlodlari shajarasi, Boburning Hindistondagi imperiyasining shajarasi 332 lik shajaram bor. Shayboniylar shajarasi bor, Mang'idlar shajarasi bor menda, Ashtorxoniylar shajarasini ishladim. Yana bitta shajara ishladim, 5 yil bo'ldi. Qur'oni Karimda zikr etilgan payg'ambarlar shajarasini ishladim. Diniy qo'mitaning ruxsatini oldim. Ha, bularni ham qo'ysak, qarang, qiziqib ko'radiku bu narsani. Yoshlarning miyasiga quyilyapti-da. Demak, biz foydalanishimiz kerak ekanda. Bu serial kinodan ham ko'ra 2 minutlik rolikda bitta kitobning ma'lumotini bola miyasiga quyib olyapti. Mana internet foydasi. Mana shu bitta mana shu qilgan ishingiz bilan, mana shu bitta g'oyangiz bilan Tohir aka, siz o'zingiz bilmasligingiz mumkin, lekin manaman degan professor, manaman degan fan doktori, fan nomzodi qilmagan ishni qila olgansiz. Mana shu oddiygina bir qishloqda turib, Rishtonning oddiygina bir qishlog'ida turib, shunchalik buyuk ishlarni qilyapsiz. Buni o'zingiz his qilmasligingiz mumkin, lekin chetdan kelgan odam buni juda ham his qiladi. Mana shu qilgan asarlaringiz o'zi bir buyuklik, bir buyuk shaxs qiladigan ishlar bo'lsa, mana bu ma'naviyatni rivojlantirish uchun qilayotgan ishlaringiz yana bitta bir katta bir qadam. Mana shu qilayotgan ishlaringiz hammasi bardavom bo'lsin. Alloh sizga yana ham bir ezgu g'oyalarni ko'nglingizga solsin. Mana shunaqangi bir qisqa va mazmunli suhbatlarimiz davom etsin. Biz shunga umidvormiz. Rahmat. Sizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Ijodingizga barkamollik tilaymiz va mana shu ustaxonangizdan odamlarni
qadami arimasin deb niyat qilib qolamiz. Rahmat. Azizlar, bugungi qisqa suhbatimiz mashhur kulol Tohirjon Haydarov bilan bo'lgan suhbatimiz hozircha nihoyasiga yetdi. Lekin biz suhbatlarni yana davom ettirish niyatidamiz. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.